qo'yib bersangiz agar tinmay har yil bolalar, kirdi chiqdi bo'lib qolgan ko'p bolali onalar, jinnixona manzilini so'rashsa bo'lmang hayron, to'polon va janjaldan asablar bo'lgan vayron. Na yeydi, na ichadi, na bemalol hamaydi. Uyqusini topolmay yostig'ini quchadi. Bosh tegib tursa bas, luboy joyda uxlaydi. Hatto uxlaganda ham bolalarini o'ylaydi. Biri qornim och deydi, biri vobshim yemaydi, biri ko'p yeganidan nuqul ichi kelmaydi. Kichkina emish kerak, kattaga yemish kerak. Dadasi kelsa ishdan yaxshilab sevish kerak. O'yinchoqlar olib bergan tog'a, xola, ammasi yo'q bitta o'yinchoqni talashadi hammasi. 5 soatlik uborka 5 minutga yetmaydi. Devordagi asarlar qancha yuvma ketmaydi. Hamma dam olyapti. Soya salqin panada bolalilar dam olar faqat bitta xonada. Axir u ham gohida tuppa tinchlik istaydi. Ona o'shatga kirsa hammaniki qistaydi. Cho'miltiradigan kun, vaydot qaynar g'azablar, shampun boshdan tushguncha tugab bo'lar asablar. Maymunjonlar haqida bitta multik ko'rardik. Ona maymun ustidan mazza qilib kulardik. Asli kulgili emas, qayg'uli